Assalomu alaykum do'stlar. Fitness zaliga kelganmiz. Hozir fitness zalida tosh eng og'irini topdim. Eng og'ir shu ekan. Lekin buni men ko'tarmayman. Men o'zimga yaxshisini topib olganman. Ular ham yaxshi ekan, lekin bular ham men urovnim emas. Ana o'zimnikini topdim. Buni topdim-da. Qanaqa qilinadi? Xullas, bu fitness zaliga biz trenotka qilish uchun kelmaganmiz. Bu zalga beton qismini bo'yab berish uchun epoksitli bo'yoqlarni qilib berish uchun kelganmiz. Kuzatib ko'rasizlar, qanaqa texnologiyasi qo'llanadi, qanaqa ishlatiladi, ish jarayonlari bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Videoni o'tkazib yubormaymiz. Bizni yo'qotib qo'ymasligimiz uchun podpiska bo'lib qo'yishlikni unutmaymiz. Ko'rib turgan trenajyor zali trenajyorlarga qancha ketgan deb o'ylaysizlar? Kommentariyaga necha pul ketganligini bitta izohlarda fikringizni qoldiringlar. Ko'rib turibsizlar, mana binoyimizni bu qismini top-toza qilib, supurib, top-toza qilib olganmiz. Birinchi etapda yer quruq bo'lishi kerak, quruq bo'lishi kerak, nam bo'lishi kerak emas. Epoksitli bo'yoqning shunda effekti vaqti zo'r bo'ladi. Texnologiyasi ham quruqlikni talab qiladi. Changlidan tozalab, cho'tki qilib supurib, tozalab olganmiz. Ko'rsatamiz mana yerli top-toza holatda. Endi hozir mana mikserda aralashtiriladi. Rangini ko'rsatamiz. Rangi qanaqaligini bitta like bosib turib, rangini ham bitta izohga qoldiramiz. Videoni kuzatib turasizlar. Hop, yonimda turgan aka Valijon aka bo'ladilar. Bu sohani professional eng zo'r ustalaridan biri bo'ladilar. Bular ish jarayonida 15 yillik tajribaga egalar, hamdan tashqarilikda 500 ming kvadratda shunaqa betonlarga bundan-da professional holatda quyishgan katta-katta zavodlarga ishlarni bajarib berishgan. Shuning uchun okani olib keldi. Texnologiyasi ham zo'r bo'lsin, ishi ham zo'r bo'lsin, bu haqida ko'rgan odamlar yaxshi fikrda bo'lishi uchun o'zini olib kelganmiz. O'sha texnologiyasi haqida to'g'ri tushuntirib bersangiz, bu kraskani uy sharoitida ishlatishiga mumkinmi? Nimasiga e'tibor berish kerak bo'ladi asosan? Yaxshi savol berildi. Bu kraskani aslida kraska ishlatib yurgan odam bo'lsa, bemalol ishlataveradi. Faqat e'tibor beradigan joyi birinchi o'rinda betoni idealniy tekis bo'lishi kerak, kraska zo'r chiqishi uchun. Chunki bu urovga yotadigan, oqishi mumkin bo'lgan kraska qaysi tomon past bo'lsa, ash tomonga qarab oqib qoladi. Shuning uchun nolga chiqarilgan stashka bo'lishi kerak. Birinchi masala, ikkinchisi bu betonimiz yaxshi qurigan bo'lishi kerak. Uzoq vaqt xizmat qilishi uchun beton yaxshi qurigan bo'lsa, beton ko'chmaydi. Agar betoningiz tekis bo'lsa, betoningiz yaxshi qurigan bo'lsa, aralashtirishda uzoqroq aralashtirish kerak. A va B komponentlarni bir-biriga. Agar yaxshi aralashtirib qo'yadigan bo'lsangiz, bu 25 yilgacha xizmat qiladi. Og'irroq yuk tushmasa yoki betoningiz ko'chib ketmasa. Beton ko'chishi mumkin texnologiya bo'yicha qilinsa, lekin kraska ko'chmaydi. Bu fitness zali rahbari Mirzoxon bo'ladilar. Zal вообще neobычный chiqqan, boshqa zallardan ancha ustunliklar bor ekan. Mirzoxon mana shu ko'rib turgan trenajyorlarimizga qancha pul ketdi. Bu ko'pchilikga qiziq, sababi trenajyor zal ochitganlar ham ko'p bo'libdi. Keyin boshqa zallardan bu trenajyorlarni, mana instrumentlarni qanaqa afzalligi bor? Xo'p, birinchi savolimizga keladigan bo'lsak, trenajyorlarni o'ziga 100 ming plus pul ketgan. 100 ming dollar plus ketibdi. Kolичествоsi ham ancha ko'p. Joy kattaligini hisobiga buni to'ldirish ham kerak bo'lgan. Shuning uchun ko'proq kolичествоda aytilgan. Xo'p, keyin afzalligiga keladigan bo'lsak, eng oxirgi zamonaviy trenajyorlar nimasi bilan farq qiladi deyiladigan bo'lsa, biomexanikasi bilan farq qiladi. Ishlashida, misol uchun hamma trenajyorlarning misol uchun funksionalligi bir xil bo'ladi, lekin uni biomexanikasi o'sha mushakka ishlanganda o'shanga haligi tochkasiga yetkazib berishi bilan farq qiladi bu narsa. Uni endi shug'ullanib yurishgan shunaqa okalar bilishadi. Shunisi bilan farq qiladi. Zalni tavsiya qilamiz. Hozir begi beton kraskani qilganimizdan keyin zal вообще effekti ham cho'tki bo'ladi, changlidan asar bo'lmaydi. Chiqamiz. Narxlari ham yaxshi, sharoitlari ham hozir men ko'rib chiqdim. Dushlari hamma tomonlama menga ma'qul keldi.
tavsiya qilamiz. Bu adresini ko'pchilik biladi. Ricardo kiyim do'konining pastida bo'ladi. Bemalol kelaverasizlar, kutib qolamiz hammani. Zal вообще bomba. Kuzatib turasizlar, ish jarayoni davom etadi.